Assalomu alaykum qadrli o'quvchi. Bugun sizlar bilan biz cloud yordamida qanday qilib mana shunday professional karusellarni dizayn qilishni va buni yaratishni doimiy avtomatlashtirishni o'rganib chiqamiz. Demak, bu uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Hozir bir boshdan ko'rib chiqamiz. Avval darsda nimalar qila olamiz, shuni ko'rib olamiz. Mana bu karusellar to'liq cloud yordamida yasalgan. Mana. Va eng muhimi, bu karusellarni masalan siz aytishingiz mumkinki, men ChatGPTda ham qildira olaman deb turib, lekin ChatGPTdan bitta farqi borki, mana bu matnlarni siz istalgan paytda o'zgartira olasiz. Masalan, Instagramda auditoriya yig'ishning siri degan joyga, misol uchun yozsam bo'ladi, 5 ta deb. Mana 5 ta yashirin siri deb yozsam bo'ladi, mana. Ya'ni eng asosiy joy mana shular. Bu degani biz o'zimizni shriftlarimizni, o'zimizni stilistikamizni, brendimizni ishlatgan holda karusel shablonini tayyorlab olsak, bundan keyin qiladigan ishimiz faqatgina unga ideyani aytamiz, nima demoqchiligimizni aytamiz va tayyor mavzuda karusellar chiqishni boshlaydi. Aynan sizni stilistikangizda. Bu ChatGPTda noqulayligini sababi matnlarni rasm ustiga yozib tashlaydi, xato bo'lsa qayta generatsiya qilishingiz kerak va har safar chatda kontekst ko'paygani sari siz haqingizda esdan chiqarib gallyutsinatsiya qilishni boshlaydi va bu juda ham qiyin jarayon. Buni men o'zim sinab ko'rganman. Va mana bunaqa professional postlarni biz hozir qanday qilib kombinatsiya qilib yaratishni ko'rsatamiz. Cloudni o'zi bilasiz, eng nozik tomoni bu zo'r karusel postlar qila olmaydi, chunki faqatgina cloud kod yozishni biladi. HTMLda, CSSda yoki bo'lmasa SVG'da qilib bera oladi. Mana bunaqangi karusellarni esa qila olmas edi. Lekin hozirgi darsimizda mana shuni amaliy yechimini ko'rsataman. Demak, bu uchun bizga kerak bo'ladi cloud. Agar biz cloud.ai saytiga kiradigan bo'lsak va siz cloudni faqatgina bepul versiyasini ishlataman deyotgan bo'lsangiz, unda siz professional natija ola olmaysiz, chunki bepul versiyasida mana bu cloud design degan funksiyaga imkoniyat berilmaydi. Mana qarang, agar bosadigan bo'lsam, upgrade chiqadi va siz eng kamida Pro $20 tarifni ishlatayotgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. O'ylaymanki, bu muammo emas, chunki hozir hamma cloudni ishlatyapti va uni pulli versiyasini ishlatyapti, chunki bepulda deyarli hech narsa qilib bo'lmaydi. $20 planni olganingizdan keyin sizda demak mana bunaqangi cloud paydo bo'ladi. Ya'ni sizda Pro yoki Max versiyalari bo'lishi mumkin va xuddi shunday dizayn sahifasiga o'tamiz va bizda mana bunaqa dizayn sahifasi paydo bo'ladi. Agar siz birinchi marta kirayotgan bo'lsangiz, sizda mana bunaqangi oxirgi qilingan ishlar turmaydi. Toza shablonlar turadi mana bunaqa va pastda ham hali proyektlar yo'q bo'lishi mumkin. Mana bu joyda dizayn sistema, shablonlar va proyektlar degan joylar bor. Endi biz hozir siz bilan hech qanaqa dizayn sistema yaratmaymiz, saytlar uchun interfeys, prototiplar yaratmaymiz. Bor yo'qi karusel yaratish jarayonini ko'rmoqchimiz. Shuning uchun mana bu joyga yozamiz. Men hozir hech qanaqa super promptlar yoki sehrli, sirli promptlar haqida gapirmayman. Shunchaki nima qilish kerakligini yozaman. Qarang. Menga Instagram uchun 4x5 formatda chiroyli, zamonaviy karusel post tayyorlab ber. Karusel mavzusi vibe coding o'rganish va loyiha qilish nima uchun startap yaratishdagi eng samarali yo'l. Qarang, promptni yana tushuntiraman. Menga Instagram uchun 4x5 formatda, ya'ni 4x5 degani bu nisbati. Chiroyli zamonaviy karusel postlar tayyorlab ber. Postlar qo'yaman mana. Karusel mavzusi vibe coding o'rganish, loyiha qilish, vibe coding o'rganish va loyiha qilish nima uchun startap yaratishga eng samarali yo'l degan mavzuda. O'rganish, loyiha qilish, nima uchun loyiha qilish va startap yaratishdagi eng samarali yo'l degan mavzuda bo'ldi. Hozircha boshqa hech qanaqa fikr bildirmayapmiz va bu yerga biz aytsak bo'ladiki, ranglar va boshqa narsalarni keyin ko'ramiz. Hozir keling, shunchaki cloud dizaynni o'ziga qo'yib beramiz. Modelni Opus 5 tanlab qo'yganman. Opus 5 cloud dizayn uchun juda ham yaxshi, yetarli bo'ladi. Enter bosdik, endi natijani kuzatamiz. Cloud dizaynda siz birorta task aytgan paytingizda brief sifatida
ana shunaqa so'rovnomalar chiqadi. Qarang, auditoriya kim uchun deyapti. Talabalar, yangi boshlovchilar, tekka o'tmoqchi bo'lganlar, startap asoschilari, freelance dizaynerlar va aralash keng auditoriyani tanlaymiz. Keling. Nechta slayd bo'lsin? 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta mana. Keling biz 7 ta slayd bo'lsin deymiz va til va uslub o'zbek tilida bo'lsin, sodda o'zbekcha va tek terminlar bo'lsin, MVP, deploy degan so'zlar yoshlarcha jargon bo'lsin deyapti. Biz keling o'zbekcha va texnologik terminlarni ishlatamiz. Endi ton qanaqa bo'lsin? Ishonchli ustoz uslubida o'tkir provokatsion, ilmiy tushuntiruvchi, do'stona suhbat. Biz keling ishonchli, professional ustoz usulida qilamiz. O'z matningiz bormi? Qarang. Agar sizda post uchun matn bo'lsa, o'zingiz yozgan, shuni bersangiz bo'ladi. Agar yo'q bo'lsa, muammo yo'q. Oxirgi slayd CTA nima bo'lsin? Profilga follow qilish, kursga, dasturga yozilish, kommentda so'z yozish yoki save, share qilishga chaqirish. Keling biz aytsak bo'ladi, kommentda so'z yozish mana bu joyda. Ishonchli elementlar kerakmi? Qarang. Ha, real raqamlar, umumiy misollar, yo'q, faqat g'oyalar, shaxsiy tajriba va story kerak bo'ladi. Keling biz umumiy misollarni ishlatsak bo'ladi yoki keling raqamlarni ham ishlatamiz. Brend ism handle. Biz aytamizki, mana IA Kadirov bu profil nomi, ha? Vibecoding.uz bu sayt nomi. Ikkisini ham joylashtir. Mana. Variantlar kerakmi? Qarang. Bitta yaxshi variant yoki bo'lmasa ikki xil variant. Bizga hozir bitta yaxshi variant yetadi, chunki biz buni hozir yanada optimizatsiya qilamiz. Endi tuzilma qanday bo'lsin? Muammo, yechim, qadamlar CTA yoki ro'yxat, nima uchun 5 ta sabab vibe codingga, miflarni buzish yoki yo'l xaritasi deyapti. Keling biz muammo, yechim, qadamlar CTA ko'rinishida qilamiz. Vizual elementlar qanaqa bo'lsin? Faqat tipografiya, rasmsiz, rasm uchun joy qoldir, keyin o'zim tashlayman. Oddiy grafik raqam bloklar, decide for me. Bu agar decide for me nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, siz aytasizki, cloudga buni o'zing hal qil. Menda hozircha bu haqida fikr yo'q degan. Keling mana bu joyga men endi yangi bitta buyruq qo'shib ketaman. Biz Nano Banana yordamida fonga rasm generatsiya qilamiz. Fonga rasm generatsiya qilamiz. Men Gemini API kalitlarni beraman. Hozir bu gapni yozib ketyapman, qarang. Keling bu gapni yozmay turaylik mana. Fon rasmli bo'ladi deb qo'yaman hozircha. Fon rasmli bo'ladi dedim. Demak, hozir aytgan gapni keyin davom ettiraman chatda. Yakuniy format nima? HTML ko'ramiz, keyin PNG PDF ga o'tkazamiz. Darhol PNG bo'lsin yoki PDF bo'lsin. Biz birinchi HTML da ko'ramiz, keyin qolganlarga o'tkazamiz. Endi mana bu joyda qarang. Select design system chiqyapti. Menda bir qancha dizayn sistemalar bor, lekin u sizda yo'q bo'lishi mumkin. Yo'q bo'lsa zarari yo'q. Agar bor bo'lsa dizayn sistemani tanlaydi. Masalan, qarang, mana bu vibe coding dizayn sistemasini, ya'ni men o'zimni produktimni, vibe coding kursini, platformasini tanlasam agar, unda mana shu ranglar va shriftlarni ishlatadi. Agar tanlamasam, noldan generatsiya qiladi. Men hozir keling tanlangan versiyasini ko'rsataman. Undan keyin tanlanmagan versiyasini ham qilish mumkin bo'ladi. Demak, dizayn sistemani tanladim va davom ettirish boshladim. Ya'ni sizda dizayn sistema yo'q bo'lsa muammo yo'q. Ya'ni menda ustoz tanladi-ku, men tanlamaymanmi desangiz, unaqa emas. Dizayn sistema yaratishni tanlasangiz bo'ladi va mana shu generatsiya qilguncha men hozir yana bitta muhim joyni ko'rsatib ketaman. Bu vibecoding.uz platformasida siz istalgan paytda, hozir mana shu darsni ko'rib turgan saytingizda Vibecoding Express degan joyga kirib turib, mana bu joyda Telegram orqali kirasiz. Telegram orqali kirganingizda sizda 7-dars, ya'ni mana bu joyda mana cloud bilan dizayn degan joy bor va mana shu darsingizda sizda to'liq dizayn, cloud dizaynni ishlatish va bu platformada dizayn sistema yaratish, mana dizayn sistema qanday yaratadi, nimalardan iborat bo'ladi, buni hammasi bilan to'liq tanishishingiz mumkin va bu dars qiziq tomoni mutlaqo bepul, tanishib ko'rishingiz mumkin, platforma imkoniyatlari bilan ham to'liq tanishishingiz mumkin bo'ladi. Demak, oxirgi ikkita savolni bermoqchi. Bizga qaytamiz o'zimizga, karuselimizga. Vizual yo'nalish qanaqa bo'lsin? Qora fon va issiq amber aksent, yirik tipografiya, premium va jiddiy bo'ladi. Deyarli oq krem fon, to'q siyoh matn yoki to'q ko'k fon, grafit fon bo'lsinmi deyapti, och yashil aksent. Biz keling qora fon ishlatamiz, issiq amber aksent bilan. Fon rasmlarni placeholder qoldir, rasmsiz faqat tekst fon bo'lsin va aralash bo'lsin deyapti. Biz keyin rasm o'zim tashlaymanga keyin qoldirib tanlaymizda davom ettirish bosamiz. Endi hozir bizda karusellar paydo bo'lishni boshlaydi.
karuselni cloud dizaynda qildirish bilan oddiy chatda qildirishni bitta katta farqi bor. Cloud dizayn bu cloudni aynan dizayn qilishga maxsus mo'ljallangan skill'lari jamlangan bu yerda. Shuning uchun ham bu yerda dizaynlar boshqacha chiqadi. Instrument sifatida alohida qilib bergan. Ya'ni cloud chatni ichida ham karusel qila oladimi desangiz, ha, qila oladi, lekin bunaqa ishlarni, dizayn ishlarini, prezentatsiyani, video motion animatsiyani yoki bo'lmasa hujjatlarni, PDFni, mana shu yo'riqnomani ham men nima bo'lish kerakligi, ketma-ketligini hamma narsani berganman. Cloud esa menga PDF ko'rinishida buni dokument qilib taxlab bergan. Buni masalan qo'lda, Wordda yoki Figmada terib chiqish juda ham ko'p vaqt oladi. Cloud bilan bo'lsa bir 5-10 daqiqada hamma narsa tayyor bo'ladi. Demak, bizda hozir jarayon karusellarimiz yaratilyapti. Eng qiziq tomoni, karusel matnini berganim yo'q. U matnini o'zi yozadi va siz ma'lum bir skill yaratish orqali karusel postlarini qanday yozilish kerakligini, uni masalan birorta mashhur bloggerlar bo'lsa, ularning uslubida yozish kerakligini ham hammasini o'sha skillga o'rnatib qo'yishingiz mumkin va siz bitta mavzuni aytsangiz, postlaringiz shunaqa uslubda chiqishni boshlaydi. Endi hozir biz keling ko'ramiz, qanaqa chiqishni boshladi. Mana bu joyda mana postlar bizda paydo bo'lishni boshladi. 50% ga o'tkazib olaman. Qarang. Mana. Yorqin misoli, odatda siz ham agar karusel qildirmoqchi bo'lsangiz kirib, mana shunaqa postlar chiqadi. Ya'ni Instagramda juda ko'p ko'ryapsiz. Bilinib turadi, что Cloud AI matn bilan yozgan, orqada oq fon, sariq yozuv yoki bo'lmasa qora fon, oq yozuvda qilinadi. Ya'ni shundoq bilinadi, bu yerda anaqa ishlatilmagan. Ya'ni dizayner qatnashmaganga o'xshaydi. Matnni o'zida qilinganga o'xshaydi. Biz keling, ko'rish uchun qulay bo'lish nuqtai nazaridan hozir kartochkalarni tepadan pastga emas, yonboshga qarab taxminlanadigan qilamiz. Uni ham mana shu chatni o'zida aytsak bo'ladi. Va muhim tomoni, chat bu cloud model, ya'ni uni o'sha Opus 5 degan miyasi turibdi. Bu degani dizayn qilishdan boshqa ishlarni ham qilib ketaveradi degani. Ya'ni unga biz hozir post matnini yoz desak ham yozib ketaveradi. Ko'rib turganingizdek, mana shu matnni dizayner bo'lsa ham o'zi yozdi. Ko'ryapsiz-a, ya'ni unda muammo yo'q. Va tepada bizga ba'zi bir narsalarni qo'yib berdi. Ya'ni aksent rang, mana bu rang bunaqa bo'lsinmi, qizil bo'lsinmi yoki bunaqa rangmi yoki yashilmi? Hammasini qo'yib beryapti. Bemalol tanlab turib, tekshirib testlashimiz mumkin bo'ladi. Endi bu hozircha birlamchi qoralama ishni tugatdi. Biz bunga rozi bo'lmaymiz, chunki mana bu bizga unchalik ham yoqmaydi. Endi biz aytamiz, qarang. Endi men qarang. Gemini kalitini beraman. Sen Nano Banana orqali orqa fonga, mavzuga mos bo'lgan professional rasmlarni generatsiya qilib berasan. Rasm stilistikasi va fon, rasm stilistikasi va postlar uslubi uchun referens beraman. Qarang, mana bu joyda bizni endi ikkita narsa kutib turibdi. Birinchisi, biz hozir Pinterestga kirib turib aniq referens olamiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana shunaqa rasmni o'zi chiza olish uchun Cloud promptlarni ham o'zi berib chiza olish uchun bizga Nano Bananani kaliti kerak bo'ladi. Mana shu ikkita qadamni hozir birma-bir qilamiz. Birinchi qadam, demak, Pinterestdan referens olish. Biz mana bunaqa postlarni ko'ryapmiz. Shular menimcha qiziq tuyuladi deb o'ylayapman. Stilistikasi siz o'zingizga yoqqanini olishingiz mumkin. Mana bu joyda men hozir stilni oldim. Qarang, birinchisi mana bu rasm. Kopiya qilaman va chatga tashlayman. Bir, mana bu. Ikkinchisini keling mana buni olaman. Bu ham juda ham qiziqarli ko'rinyapti menga. Mana bunaqangi 3D'lar bilan. Qarang mana. Juda ham qiziq ko'rinyapti. Mana. Buni ham olamiz. Va buni ham tashlaymiz. Demak, biz referensni berdik nima qilish kerakligini. Endi ikkinchi qadam. Bu eng muhim qadamlardan bittasi. Google ga yozamiz aistudio.google.com. Mana bu sayt Google kompaniyasi o'zini Gemini modellariga va hamma modellariga API kalit beradigan joy. Siz kirgan paytingizda mana bu joyga kirishingiz mumkin. Ya'ni saytga kirishda men uchun muammo yo'q. Google akkauntingiz bo'lsa bo'ldi, kirib ketadi. Va eng muhimi mana bu dashboard degan joy bosamiz. Dashboard degan joyda mana bu API case degan joy bor. Mana shu API case ga o'tgan paytingizda sizda mana bu joyda bitta standart bepul kalit turgan bo'ladi.
bu kalit bilan bepul rasm yaratish mumkin. Agar sizda qandaydir sabab bilan oldin ishlatgan bo'lsangiz yoki bepul bermayotgan yoki tugab qolgan bo'lsa, unda mana bu joyda billing qilib Visa kartani sozlab qo'yasiz va bir marta Visa karta ma'lumotlarini kiritib qo'yasiz. Bu sizdan obunaga pul yechmaydi. Bu sizdan faqatgina generatsiya qilingan tokenlar uchun pul ketadi. Arzimagan sentlar ketadi. Bu rasm uchun arziydi. Ya'ni juda kam pul ketadi. Masalan, 50 ta 100 ta rasm generatsiya qilsangiz 2, 3, 4, 5 dollar pulingiz ketishi mumkin. Shuning uchun ham mana bu kalitni bosamiz. Bu yerda men kalitimni ko'rsatmayman. Siz mana shu joydan kopiyani bosish orqali yoki mana bu joydagi kopiyani bosish orqali kalitni ko'chirib olasiz. Mana kalit ko'chirib olindi. Endi o'zimizni saytimizga yana cloudga qaytamizda mana bu joydan beramiz. Mana qarang. Gemini kaliti beraman, senga nano banan orqali qora fonga juda zo'r orqa fonga mos bo'lgan qo'y dedik. Referenslarni ham berdik va Ctrl V ni bosib kalitni tashlaymiz. Mana. Jo'natamiz. Endi kutamiz. Endi tushunishingiz uchun nima qiladi bu? Har bitta sahifadagi aytilgan gapga mos bo'lgan vizual illyustratsiyani tasavvur qiladi. Mana shu tasavvur qilgan illyustratsiya uchun o'zi ingliz tilida prompt yozadi va o'zi ingliz tilida prompt yozgandan keyin u bilan Google serveriga borib nano bananani ishlatgan holda rasmni xuddi shu razmerda generatsiya qiladi va uni olib keladida sizni karuselingizni ostidagi foniga bitta joylashtirib chiqadi. Va mana shu jarayon men o'ylaymanki, tashqaridan qaraganda juda ham qiziq ko'rinadi va professionalniy karusel chiqishni boshlaydi. Qarang, bu yerda ogohlantiradi Cloud har doim, ya'ni bitta muhim narsa, siz yozgan Gemini API kalitini chatga tashladingiz. Uni darhol bekor qiling. Google AI Studio Case Revoke kalit kerak emas. Menda rasm generatsiya qilish imkoni bor dedi. Referens va bog'langan vibe coding dizayn sistemiga qarab fonlarni generatsiya qilaman dedi. Ko'ramiz hozir. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, har doim API kalit tashlagan paytingizda AI modelda shunaqa deydiki, "Yo'q, kalitingni menga berma, menga ko'rsatma, men ko'rib qo'ydim. Uni endi admin qilib borib" degan ma'noda xavfsizlik nuqtai nazaridan aytadi va bu aslida to'g'ri. Lekin boshqa iloji yo'q hozir. Biz aslida buni kod yozish orqali o'zimiz qilishimiz kerak edi. Ya'ni bu cloud dizaynning ichida emas, alohida bitta dastur o'zimizga yozib olib turib, lokalda o'shanda ishlatsak xavfsiz bo'ladi. Kalitlarni o'sha .env degan faylga yozib qo'ysak, unda butunlay xavfsiz bo'ladi. Hozir masalan mana videoda men sizga ko'rsatyapman, buni ham kalitdan yashiraman. Lekin buni qilish uchun sizda vibe coding bo'yicha bilimlar yaxshi bo'lishi kerak. Qani hozir ko'ramiz, rasm generatsiya qila oldimi yoki yo'qmi? Yaxshi, qarang. Rasm generatsiya ishlamadi dedi. Ulangan generatsiya servisida kredit tugagan, ya'ni sizning Gemini kalitingizda men to'g'ridan-to'g'ri ishlata olmadim, chunki u anaqa bepul bo'lgani uchun menimcha uni oldin ishlatib bo'lganman men. Endi hozir bu yerda o'zimnikini tashlayman. A few moments later. Demak, bizda karuselimizning yangi versiyasi tayyor bo'ldi. Rasmli versiyasi endi kuzatamiz. Mana bu yerda fon bor, mana bu yerda fon bor, mana bu yerda fon bor. Bu yerda rasm yo'q, mana bu yerda rasm bor. Mana. Demak, xuddi mana shunaqa uslubda, ya'ni biz bergan boyagi rasmimiz uslubida bizga chizib beryapti. Endi biz bunga yana aytamiz. Keling. Birinchisi, ikkita tasdiq aytamiz. Birinchisi, slaydlarni gorizontal joylashtir. Ikkinchisi, mana bu referens bilan birga bir uslubda post mavzu uslubda men bergan post mavzusida yangi karusellar generatsiya qil. Bunga biz mana buni olyapmiz, stil sifatida mana buni kopiya qilamiz. Qarang qanaqa stilda mana. Mana aynan mana shuni ishlatdik hozir. Kopiya qilamiz va buni tashlaymiz. Ranglar, illyustratsiyalar uslubi, stil, dizayn, tizim, fontlar maksimal yaqin bo'lishi kerak referensga.
Xo'p, mana bu joyda men dizayn sistemani uzib qo'yaman. Mana bu joyda uzib qo'ydim dizayn sistemani. Chunki menda o'zimni Vibe Coding platformamning dizayn sistemasi turibdi. 6 ta hammasida rasm fonli slayd bo'lishi kerak. Matnlarni dizayn uchun moslab qayta yozish mumkin. Mana buni ham kuzatamiz endi. Biz aniq bitta stil berdik. Endi ko'ramiz o'sha stilni qanchalik zo'r ko'chirish mumkin. Aynan shunaqa uslubda, shunaqa rangda birga bir qilib qila oladimi yo'qmi? Buni hozir sizlar bilan ko'ramiz. A few moments later. Birinchi ish bizda qilib bo'lindi, ya'ni rasmlarni yonma-yon qo'yib berdim, bunday qilib karusel sifatida. Mana. Foizni kamroq qo'ysa bo'ladi. Mana. Mana shu bizda demak karusel bo'ldi. Men o'ylayman, stilistikam bo'yicha mana bu ham juda ham chiroyli karusel. Ya'ni veb saytni uslubi o'zi shunaqa usulda. Mana. Agar siz Vibe Coding Store saytiga kirsangiz, bu saytning stilistikasi mana aynan xuddi shu usulni qaytaradi. Mana. Ya'ni dizayn sistemaga amal qilib turibdi. Birga bir. Mana. Endi hozir biz ikkinchi ish kutamiz. Bizda keyingi yangi partiya tayyor bo'ldi. Hozir kuzatamiz buni. Mana bu joyda уже yozishni boshladi, qarang. Proses qarang qiziqligini. Bizda rasmlar to'liq tayyor bo'ldi, slayd karusellar va zo'r tomoni bunga ham aksent rangni almashtirish imkonini qo'yib berdi. Qarang, bossa mana bu joyda ranglar o'zgartirish mumkin mana. Vro'de bi hammasi yashilga o'xshaydi, lekin mana matndagi yozuvlarning rangini ham o'zgartirish mumkin. Masalan, mabodo ham bunaqa qilish ham mumkin. Qarang. Mana. O'ylayman, bu juda ham zo'r. Mana bu bizni demak referensimiz edi, qarang. Rasmlarni mana shunaqa shriftlarda mana shunaqangi illyustratsiyalar chizish kerak edi. Mana bu esa bizni aynan mana shu referens asosida qilib chiqqan postlari. Mana qarang. Mana. Birga bir qaytargan usulni, ya'ni stilistikasini. Endi biz nima qilamiz? Bularni albatta PNG qilib saqlanib qolishimiz kerak. Bu uchun bizga shunchaki mana bu joydan share qilib biza hattoki PNG sifatida olsak bo'ladi. Masalan, mana bitta klik zonani bos deyapti. Bitta klik qilib bossangiz, mana buni mana 2x, 3x, 4x qilib istalgan razmerda download qilish mumkin PNG sifatida. Lekin undan ham zo'r usuli, biz hozir buni shunchaki chatga aytamizki, hamma slaydlarni PNG qilib zip qilib ber. Mana. Model bor, o'ziga aytamiz. Ya'ni biz bu yerda hattoki tanlab, mushga bosib vaqt ketkazishimiz ham shart emas. O'zi hozir hammasini PNG qilib chiqadi 1x formatda va PNG ni bitta papkaga soladi. U papkani bizga zip qilib beradi. Biz zipni yuklab olamiz va zipni ochsak, shu bilan bizda tayyor karusellar tayyor bo'ladi. Olamiz, Instagramga yuklaymiz, avtomatizatsiyani Chatloz orqali yoqamiz bepulga va shu bilan sizga obunachilar, izohlar, kommentariyalar hamma narsa kelib turgan bo'ladi. O'ylayman, bundan osoni yo'q. Anaqa kontent yaratish hech qachon bunaqa qiziq va yengil bo'lmagan. Sizdan qiladigan ish nima qoldi? Faqatgina kontentni qilish qoldi. Darsni o'rganish, AI ni qo'llash va o'zingiz sohangizda, mutaxassisligingiz bo'yicha foydali, qiziqarli kontentlarni qilish qoldi. Endi dizaynerga pul to'lab, yalinib, unga nima demoqchiligingizni tushuntirib o'tirmaysiz. Shunchaki Pinterestdan olasiz, Cloud Designga tashlaysiz, mana shunaqa bo'lsin, faqatgina bu mavzuda deb o'zingiz mavzungizni aytasiz va professionalniy karusellarni olishni boshlaysiz. Xo'p. Hozir bizga rasmlarni sketchat qilib beryapti mana. Ungacha men aytadigan gaplarim, bu videoni ko'rgandan keyin albatta sizdan iltimos qilib so'rayman, Instagramga o'ting va mana shu darslikni ko'rgan reelsingiz ostida video dars qandayligi haqida va sizga qanchalik foyda bergani va natijalar o'xshadimi yo'qmi, mana shular haqida yozishingiz mumkin bo'ladi bemalol va shu bilan birga izohlarda agar o'xshamagan bo'lsa so'rashingiz ham mumkin. Men bemalol albatta kommentariyalarni o'zim ko'rib chiqaman va sizga tushunmagan joyingizda yordam berishim mumkin. Bundan tashqari darsimizni pastki qismida qo'llanma bor, PDF. U yerda agar shoshilmasangiz videoni o'tkazib olgan bo'lsangiz, har bitta joyini 1 2 3 4 5 qilib qadam-ba-qadam skrinshotlar bilan, promptlar bilan ko'rsatib berilgan. Keling, mana buni tayyor bo'libdi. Sketchatni bosamiz. Bizda рабочий stolga papka tushadi. Bu zip papkamizni ochamiz.
Mana unzip qilamiz. Unzip qilishni bilamiz, a? Extract mana. Extract all bosamiz va bizda bitta papkada ochiladi. Va buni ichini ochib ko'rsak, mana bunaqa rasmlar chiqishni boshlaydi. Qarang buni. Buni zo'rligini qarang. Nu, nima deysiz? Qanaqa? Umumiy hozir mana shuni qilishga bilmadim, bir 5 daqiqa ham vaqt ketmadi. Agar buni siz Photoshopda, Figmada bo'lib ham dizaynerga qildirganingizda bir dunyo pulingiz ketardi. Hozir bunga kopeyka ham ketmadi, ya'ni sentlar ham ketmadi menimcha. Ya'ni bir necha sent ketdi albatta, mana bu 6 ta rasm generatsiya qilish uchun, lekin muhimi bu natija. Ya'ni endi hozir siz aytishingiz mumkin, bu unchalik chiroyli chiqmay qoldi, bu vkus. Ya'ni vkus hamda har xil. Pinterestdan siz yoqqanini tanlaysiz bo'ldi. Eng asosiy masala ana shu joyda qoladi. Ya'ni mana bu joyga kirib turib, istalgan postni tanlaysiz. Sizga masalan mana bu yoqsa, mana bu yoqsa. Shuni tashlab bering-da, sizning postingizni mana shunaqa qilib beradi. Ya'ni muammo yo'q. Demak, ko'rib chiqdik hammasini, rasmlarni ko'rdik qanaqa qilganini. O'ylaymanki, dars foydali va tushunarli bo'ldi. Qisqa mini darsimiz va yana bir marta so'rayman, Reels izohiga kirib turib, dars qanaqa bo'lganini, qiziqarlimi, foydalimi izohlarda yozib ketsangiz, bunga juda ham xursand bo'laman. Va bundan tashqari eslatib o'taman, menda aynan cloud coding bilan instrumentlar yasash bo'yicha, vibe coding bo'yicha alohida professional kursimiz bor. Bu men o'ylaymanki, O'zbekistondagi eng yaxshi vibe coding bo'yicha onlayn kurslardan bittasi. Darsimiz mana shu vibe coding uz platformasida bo'ladi. Mana platforma bilan tanishtirdim boya. Mana darslar mana shunaqa joylashgan bu yerda. Mana kurslar qismi bor va mana dasturga kirsangiz, mavzular bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin va istalgan darsga kirasiz. Mana bunaqa ko'rinishda video darslar, prezentatsiyalar, materiallar, promptlar, buyruqlar, qo'llanmalar, uyga vazifalar, hattoki uyga men shaxsan o'zim tekshiraman va mana bu joyda ustozga savol berish orqali men bilan bemalol gaplashish mumkin. Mana bunaqa video darslarda to'liq hammasi ko'rsatib borilgan. Mana. Foydali bo'lsa, demak, buni do'stlarga ulashib qo'ying va Reelsda albatta fikringizni qoldiring. Keyingi bepul darslarda va materiallarda va vibe coding kursida ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan ustozingiz Ibrohim Qodirov bo'ldi.